Opam ko'krak saratonidan o'tib qo'yganlar. Shundan keyin men doktorga bordim. Doktorga borsam, doktorlar vahima qilishdiki, tuzukroq qarating o'zingizni, opa ukalarni, xolavachchalarni uchraydi, yaxshiroq qarating deyishdi opamdan keyin. Xuddi opam kasal bo'lgan ko'rak opamga men ham og'ridim. Allohning izniy bilan men sizni gruppangizga qo'shilib qoldim. Keyin undan ob hayotni ichib, anaqasini o'tsivini bildirishyapti. Uni o'qib turib keyin aytdimki, bir o'rtog'im menga bitta kompaniyani dorisini tavsiya qilganda, tavsiya qilib, hozir skidkada ketyapti-ku, narxi o'zi 4,5 million, sizga 3,5 millionga beramiz deyishyapti xaridorni. Keyin shunda men plus so'ragan ekanmanki, tarkibi nima deb so'ragan ekanman xaridordan. O'rtog'im aytdilarki, qora sedanadan tayyorlangan deb aytdilar. Keyin ha dedim, endi 3,5 million pulim bo'lmaganda o'shanda men olgan. Keyin men aytdimki, shunda sizni kanalingizni o'qiyapman, endi 250 ming ekan, yarim kiloliga 500 grammiga 250 ming qatta-yu 3,5 million qatta. 3,5 million men qatdan topaman. 250 mingga tayyor shu qora sedana, buni ham tarkibi qora sedana. Uni ham tarkibi qora sedana ekan. Ha, buni ruqya qilingan ekan, ichida asali bor ekan, zaytun yog'i bor ekan, plus qancha bangali plus tomoni bor ekan. Deb keyin shu mahsulotingizni sotib olganman. Sotib olib, alhamdulillah, bir nima bittasini ichib tugatdim. Og'riqlarim qoldi. Hali doktorlar yozib bergan doriga to'g'risi pulim yetmas edi. Ulgumas edim-da. Hali pachka dori ketadi, topganim doriga ketadi. Bitta hali dorilar ichmay qo'ydim. Olib qo'ydim u dorilarni olib qo'yib, keyin ob hayot ichishga o'tib oldim. Keyin shuna mashallah Allohning izni bilan shuna shifo bo'lyapti. Allohga shukr, alhamdulillah. Aytayapman, voy massa narsa ekan deyman. Buvamga ilyapman, kelinlarimizga ilyapman, o'g'limning kechasi bor, unga chiqizdim. Hammalarga chiqizyapman, opamlarga tavsiya qilyapman. Yo'q, hammalarga tavsiya qildim, oilamizga, qarindosh urug'larimizga hamma olib ichyapti. Hamma nimani qishda bir hafta yaxshi bo'lsam, bir hafta grippmanda. Tez-tezda gripp bo'lardim. Men ham shunaqa edim, Masturxon opa. Bir oyda 4 marta gripp bo'lardi, 3 marta gripp bo'lardi. Shunaqa edimda, tez-tez. Yo'q, Allohning izni bilan qishda gripp bo'lmay chiqdim-da. Gripp bo'lsa ham bir kunda tuzaldim. Yo'q, men Xudoga shukr, Allohning izni bilan mana shu ob hayot ichayotganim uchun menga shifo bo'lyapti. To'xtatmayman. Hali kichkinasi to'g'ri kelsa, kichkinasini olib ketaman, yoki kattasi to'g'ri kelsa, kattasini ham olib ketaman. Xudoga shukr, hozir kattani ham ichyapman. Kechcha qoldi deydi. Har kuni ertaman turib ichib olaman. Mashallohda. Ilinaman. Hali ayollar qancha pulni doktorga sarflab yuborishadi. O'zlarini qizg'anmasdan, shu 250 mingni qizg'anmasdan o'zlari olib o'sha ichsa, foydasi mashallohda. Bilishadi foydasini. Qancha qimmatga dorilar sotib olishadi. Ularda ham foydasi bor, lekin qora sedana yaxshi rezultat beradi. Mana opalarim ko'krak saratonidan olamdan o'tganlar va keyin bu kishi ham ko'krak saratoniga podozreniya bo'lib kasal bo'lib qolganlar va tinimsiz tabletka ichishni boshlaganlar, analizlar, keyin qora sedana ichishni boshlaganlar. Undan oldin qora sedana tarkibli kompaniyaning dorisiga pullari yetmay qolgan, keyin arzonroq barnali qora sedana olib chiqib bering. Arzonroq o'sha qora sedanamizni ichganlar va hozir ko'kragingizda muammo yo'q-a? Yo'q, alhamdulillah, Allohga shukr. Muammo yo'q. Hamma yo'q, yaxshi. O'g'limning ham medalari tushibdi. O'g'limning ham ancha bo'ylari o'sib qoldi. Xudoga shukr. Oilamizga, onamga beraman. 76 ga kirgan onam borlar, ichanlar. Tugasa aytinglar, buva olib kelib beraman deyman. Tugasa ayting deyman. Olib kelib beraman deyman, buvam ham ichanlar. Oilamiz, kelinlarimiz, opamlar hammalari ichadi. Mashalloh mahsulot. Sizga rahmat. Sizga ham rahmat kelganingiz uchun. Shunaqa zo'r yoritib berdilar-a? Chiroyli qilib yoritib berganingiz uchun. Ilinaman, hamma ichsin. Hali misol qancha pullar ham doriga ketyapti. Buni ham mashalloh foydasi bor. Buni ham nimasi foydasi boshqacha. 3 yil davomida qancha foydalar ko'rib hayron qolaman. Ayniqsa vahima yo'qoladi, taxikardiya ham yo'qoldi deyshadi. Masturxon opa, mana shu ko'krak saratoni podozreniyasida
tushkunlikka tushgandir siz. O'shanda qancha vaqt ichdingiz mana shu sedanani? Ixlos qilib ichdingizmi, niyat qilib ichdingizmi? Inshaalloh, alhamdulillah 3 oy ichdim to'xtatmasdan. Bitta yetmadi. 2 oy ichdimmikin. Bittasini kattasidan olaman. Mani dorilarni ancha arzon tushdi menga endi. Bitta olib ichaman. O'sha 2 oyga yetdi. 3 oy to'liq ichdim. Keyin bir hafta dam olib, 1 oy, 2 oy ichaman. Bo'lsa-ki ichaman. Agar tugab qolsa, to sizga endi unda uzoqroq ekanmi? Sizga yetib kelgunimgacha bir hafta o'tib qolardi. Keyin yana kelib olib ketib to'xtatmasdan ichganman-da. Xudoga shukr, hozir ham men Kasbingizda qiynalasiz, masalan, charchaqsiz, ezib, kasbingiz chevar-ku, ko'p chevarlar ham asab bo'ladi, ham ko'p charchaydi. Ha, Hozir ular yo'q. yo'q. Oldin ko'p asabiylashardim. Alhamdulillah, hozir xotirjamlik bor. Xudoga shukr. Alhamdulillah. Men ham shu. Ha, Kasbimda rosa ko'p charchadim. Tikuvchi odam rosa ko'p charchaydi, ham fiziki, ham moralniy charchaydi. Shu sedanani ichib ko'ylaydi, bir kunda 5 ta 6 ta ko'ylay tikardimda. Yana ayollarga eng quvvat beradigan narsa bu ruhiyatini ko'tarib beradi. Kayfiyatini ko'taradi. Va qon aylanish sistemi ayollarda o'zi ayollik energiyasi bachadon bo'ladi. Bachadonni tuzatadi. Bachadoningiz tuzalsa, siz sog'lomsiz, siz yoshsiz. Necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar qora sedana iching. Bu haqiqatda ham shifo. Ayniqsa yoshi katta onalaringizga sovg'aga olib bering. Yoshi katta dadalaringizga. Ularda ishtaha pasayib qoladi, quvvatsizlik bo'ladi, yuraklari siqilaveradi, ko'p narsani o'ylab jonsaray bo'lib qolishadi. Mana shuni ichganlarda jonsaraylari pasayadi, ishtahaga kirib qolishadi. O'zlari ham bir u yerim, bu yerim deb kasallik guldastasini to'qishda bas qilishadi. Nimagadir dardim arib qoldi-ya deb qolishadi. Tavsiya qilaman. Rahmat sizga ham, Asturxon opa, kelib shunchalik mashalloh o'tsif berganingiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men xolis ancha foyda ko'rganim uchun, natija olganim uchun men xolis Alloh roziligi uchun kelib o'tsib beryapman. Endi nima deydi, puli bor odamlar bor, qimmat dorilarga, puli yo'q odamlar bor. Men o'sha mahalla 3,5 mingga topolmaganman-da o'sha doriga, fermani dorisiga. Keyin meni o'shanda puli so'rab olgan ekanmanki, tarkibi nima deb so'ragan ekanman. O'sha qora sedanadan degani uchun shu mahsulotni olganman. Ichib men baraka topdim, shifo topdim Allohning izni bilan. Hammaga tavsiya qilaman, O'zbekiston ayollariga olib ichinglar hammalaring. Mashalloh, bu o'zlaring energiyalaringga, g'ayratlaringga, kuch-quvvatlaringga baraka kiradi bu dorini ichsalaring. Allohning izni bilan. Biz ham çok şöhret qilish charchab, o'zingiz mehmonlarim kutaman, sedana ichmodim. Har kuni ertalab mana shuncha ichaman. Homilador bo'lib oshqozonim buzilib qoldi. Hamroqat ko'p yeganimdan keyin doktorga bordim. O'zimdan yomon hid kelyapti. Tanzilit bo'ldimikin, ovoz paychalarim yeringladimikin desam, tomog'ingiz yaxshi, tishlarim doim davolatib yuraman. Hamma tishim bor, sog'lom. Aytdiki, doktor, oshqozoningizda hazm bo'lmagan ovqat qolib ketyapti ekan dedi. Ha, ovqat hazm qiladigan dorilar yozib berdi. Uyga keldim-da, sedana ichishni boshladim. Astoydil. Endi har kuni ichavermaysiz, homilador odam ba'zida me'dasiga tegadi. Shu ichmay qo'ygan paytlarimda oshqozonim buzildi. Sedana ichishni boshladim. 2 mahal bir xilda ichishni boshladim. Og'zimdagi hali achqimtil hid ham yo'qoldi. Hazm bo'lishim ham yaxshilandi. Hatto qabziyat ham yaxshilandi. Bunga toza zaytun moyi qo'shganimiz uchun qabziyatingizni ham yaxshilaydi. Endi qanaqa shifo bilmadim, bu mo'jiza, ichganlar foyda bo'lyapti. Mashalloh, gap yo'q bo'lsin.